Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Alloh taolo qalblarimiz mevasi bo'lgan, ko'zimiz nuri bo'lgan farzandlarimizni tarbiyasida doimo hushyor va ogoh bo'lmoqlik har bir ota-onaning zimmasidagi eng katta vazifalardan bittasi hisoblanadi. Chunki farzand tarbiyasida ota-onani adashishlikka haqqi yo'q desak mubolag'asiz bo'ladi. Bir hikoya keladiki, vaqti zamonida farzandiga to'g'ri tarbiya bermagan ona jazosini tilini yo'qotish bilan oldi. Hikoya mana shunday bo'lgan ediki, 3-5 yoshlardagi bola qo'shnini tuxumini o'g'irlab onasiga olib keldi. Halol bilan haromni farqiga bormaydigan johil ona tuxumni bolasini qo'lidan olib unga tahsinlar aytdi, rahmatlar aytdi. Mening aqlli o'g'lim, barakalla senga deb bolani boshidan siladi. Bilasizlarmi, bola har kuni kunora qo'shnilarni tuxumlarini uyga o'g'irlab kelishni boshladi. Ona ham o'g'irlangan tuxumlarni olib bolasini boshini silashni boshladi. Yillar shu zaylda o'tdi. Bola yoshi ulg'aygan sayin o'g'irligi kattalashib bordi. Tuxumdan tovuqqa, tovuqdan xo'rozga, xo'rozdan qo'yga, molga, borinki katta joylarda urib keladigan o'g'riga aylandi. O'sha zamonani birinchi raqamlik, ya'ni eng yomon kishisi o'g'risiga aylandi. U o'g'riga hech kim bas kelolmaydigan bo'lib qoldi. O'g'riliklar, bosqinchiliklar davom etib yurarkan, bir kuni bir katta jinoyat sodir qilib, qonun bo'yicha qo'lga olinib, o'lim jazosiga mahkum qilindi. O'g'lini o'lim jazosiga mahkum etilganligini eshitgan ona mahkama zalida faryod ko'tarib, boshini changallab, sochlarini yulib, dod deb yig'ladiki, iltimos, qozi janoblari, o'g'limni gunohidan o'ting. Meni o'g'limdan boshqa hech kimim yo'q. Meni qaramog'imda hech qanaqangi farzandim yo'q deb dodi faryod qildi. Lekin hukm o'qilgan edi. Shunda o'sha davrlarda eng oxirgi iltimos bajarilardi. O'g'riga qarab, nima iltimosing bor? Ayt deganlarida, shu onajonimni bag'rimga bosib tillaridan bitta o'pib qo'ysam. Ona yugurib keldida, bolam mayli, oxirgi marta tilimdan o'pib ol deb tilini chiqargan edi. Haligi o'g'ri bola onasini tilini shunaqangi qattiq tishlab, qaychida uzgandek tilda ushab yerga tappa etib tashladi. Hamma dodi faryod qildi. O'zi o'g'irligi yetmagandek, qamalib ketishligini yetmagandek onasini tilini tishlab uzib oldi deganda, ey xaloyiq, bilib bilmasdan har xil gapni gapirmanglar. O'sha birinchi marotaba tuxumni o'g'irlab olib kelganimda onam meni boshimni silamasdan menga ta'zir berib, shu tillari bilan bolam o'g'irlik qilma, o'g'irlik harom deganlarida men bugun o'limga mahkum qilinmagan bo'lardim. Meni o'limimga mahkum bo'lishimga sabab onamni tili deb javob beradi. Azizlar, haqiqatdan ham qissadan qissa oladigan ibrat qush uyasida ko'rganini qiladi. Uyda ota-ona farzandlarini yo onani
ota so'kog'ich bo'lsa, farzandlar ham o'sha so'kong'ich tarbiyada kamolga yetadi. Shuning uchun tillarimiz hamisha farzandlarimizga halol haromni gapirib turadigan haqiqiy Alloh rizolidagi til bo'lmoqligini nasib qilsin.